bitta pasporti o'ziga 17 Pro Max'da oylik to'lov 300 ming 400 ming so'mdan chiqadi 1 yilga. Xolasi bunisidan oling, iPhone 17 Pro Max, bunisi 2 million 600 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Lekin iPhone 17 Pro Max'ga ish haqi yoki karta aylanmasi kerak. Lekin bitta pasportni o'ziga boshlang'ich to'lovsiz, ish haqilarsiz, mana shu ko'rib turgan любой telefonlarni olib ketsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Bitta pasport penalarsiz, protsentlarsiz oylik to'lovini to'layversa bo'ldi. Vaqtida, to'g'rimi? Bitta pasportni o'ziga ish haqi plastik kerak emas. Bitta pasportni o'ziga oladi, bundan tashqari любой telefon olsa, barabamizni aylantiradi, barabamizdan chiqqan sovg'ani olib ketaveradi. Любой sovg'a. Barabamizda ham arzon sovg'a yo'q. Eng arzon sovg'a ham 200-300 ming sovg'a, u yoq 5-10 millionga sovg'alarimiz bor. Chiqib ketaveradi. 1 million telefon olib 10 millionga narsa yutib ketish mumkin. 10 million narsa yutib ketaveradi. Mana shu bu tomonda turgan hamma narsa mana bilan akamiz obunachilariga qarang. Soatlardan tortib Fendisimi, hamma narsa mana shularni obunachilariga qo'ygan. Bundan tashqari random ichida 10 millionligacha bo'lgan sovg'a bor. Siz akamiz aytgandek 1 millionlik telefonni bitta pasportingiz bilan kelib sotib oldingiz. Sotib olgan telefoningizni shunday olasiz, buni shunday aylantirib turib tanlagan qog'ozni olsangiz, shunday o'zingiz ochasiz, ochsiz, ichidan 10 millionlik narsa chiqib qoldi. Sizga akamiz sirasiz beradi. Telefon sizga podarka bo'lib ketadi. Ya'ni 1 million so'mga ikkita narsa olib ketasiz. Farg'ona shaharida Istiqlol Grand ro'parasida Xon bozoriga kelganman. Bu yerda akamiz aytganidek, bitta pasportni o'ziga ishlaring bitta. Mana Istiqlol Grand to'rt. Shu ro'parasida mana Xon bozor mobil aloqa vositalarida yozib qo'yishgan. Mana shu yerga kelinglar. iPhone'ni 13dan 11dan boshlab rabochiysidan tortib yangisigacha yo'q telefon bo'lsa akani o'zi yetkazib olib kelib beradi. Sizga bitta pasport bilan plastikingizga bag'da ish bitadi. Pasportingiz o'ziga bu tomonda ishingiz bitadi. Like bosib kelaverasiz.